Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Mana bugun yem aparatimiz mana shu yem chiqarib beradi. Mana qilib bug'doyni o'zini tashlaysizlar, u sekin maydalab yem qilib chiqarib beradi. Mana meva solish jarayoni deydi. Mana shunaqa bo'lib chiqadi. Qo'ylarga quvvat. Kelgan mana bunamiz kelganda xolisa qo'ylarimiz kelgan inshaalloh bu qo'ylarni sizlarga ko'rsatamiz. Mana adashmasam bu 2,5 metrmi 2 metrmi shunaqa. Xudo xolasa bu yerda mashina uzun qo'ra qilamiz inshaalloh birgalikda. Mana kelgan qo'ylarimiz. Xudo xolasa bu qo'ylar ham ancha ketadi. Mana bu o'g'on qo'y. Qo'llari. Ana biz qo'chqar. Ana biz qo'chqar. Ana biz shas qo'chqar. Mayda echki bor. Ana ikkita echki. Xudo xolasa qo'y, echki mol qildik. Ana bu mol. Mayda hammasi bu yerda bo'lgan mana. Eng kichkinamiz bu. Hech narsadan qo'rqmaydi. Qisqa novoslar, mana shu hammasi to'rtalasi ham novos. Mana siruslar. Issiqqina joyda havo inal turgan joylar ham bor. Portchka shu joylar mana. Mana bu silus. Mana makkalari bor ichida. Xudo xolasa bu echkilarni mana echki ham yaqinda ko'payishadi, mana echki ham mana yaqinda ko'payishadi bular. Bular ham yaqinda ko'payishadi. Inshaalloh. Like, obuna, podpiska bosib tursalaring, xudo xolasa qo'ylarni qanday semirtirish, qanday boqish hammasini ko'rsatib boramiz inshaalloh. Yana bir gap, agar kimgadir masalan birorta maslahat kerak bo'ladigan bo'lsa, masalan qo'yni qanday qilib dorlash, yo'qolmasam qanday qilib semirtirish, shunaqa ma'lumotlar kerak bo'lsa, shunda kommentariyaga yozasizlar. Kommentariyamiz обязательно o'qiymiz. O'qib sizlarga video qilishga harakat qilamiz inshaalloh. Mana bular hozir o'zim sanamagan ekanman nechta kelganini. Sanaymiz birgalikda 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 ta. 16 ta ekan. 16 tasi har bittasi 4,5 dan. Ana o'zingizlar hisobla kommentariyada yozib qo'yasizlar. Mana shu qo'yimiz inshaalloh. Qo'ylarimiz ko'payishib, mana birinchi tuqqan qo'y, mana shu ko'payib 18-chisi bu inshaalloh. Hammasi ko'payadi. Xudo xolasa. Shuna gaplar o'sha kimgadir qanaqa ma'lumot, echki boqish, nimadir boqish kerak bo'lsa, bemalol yozaverasizlar. Mana bu tug'anlar mana. Kelyapti. Endi buni uzun qilamizda. Issiqqina joy bo'lgan xudo xolasa o'sha gap. Agar kimgadir ma'lumot yo'qsa, bo'lmasa kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib, qanaqa ma'lumot kerak, yo'qsa qanday atala qilish kerak, semirtirish kerak, qanaqa yem berish kerak, qaysi mahal shularni bemalol yozib, like, podpiska bosib qo'ysalaring, xursand bo'lardim. Inshaalloh. Xayr qilsin Allohim. Esnash qo'ydi. Mana o'g'on qo'y esnar ekan mana. Bugungi videomiz mana shulardan iborat edi. Videomiz to'g'ri kam chiqyapti. 5 kunda bir, 2 kunda bir chiqyapti. Hech kim kommentariyaga yozmayapti-da. Yozib, nima ma'lumot kerak bo'lsa, shunda yozib qoldirsalaring. Biz xudo xolasa video qilishga harakat qilamiz inshaalloh. Mana shu qo'ylarimiz xudo xolasa 100 taga yetkazish nasib etsin. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat